Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiya benzinsiz qoladimi? Putin shoshilinch bayonot berdi. Rossiya raketalar bilan Ukrainaga yana ommaviy hujum uyushtirdi. Qurbonlar bor. Putin bilan uchrashishni talab qilgan sobiq harbiy 11 sutkaga qamaldi. Biz Livan janubida uzoq qolamiz. Isroil mudofaa vaziri. Erkaklar, tan oling, ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroq yetib qoladimi? Kayfiyat joyida, niyat joyida, lekin energiya yetishmayaptimi? Ayolingizni yana bir bor ko'nglini zabt etishni xohlaysizmi? Shunda ko'plab erkaklar tanlayotgan Vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Jinsiy quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi. Va eng yaxshi yangilik hozir 30% chegirma. O'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Vulkan faol va ishonchli hayot sari qadam. Hoziroq buyurtma bering. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Rossiya benzinsiz qoladimi? Putin shoshilinch bayonot berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi benzin zaxiralari hozirda 1,7 million tonnani tashkil etayotganini ma'lum qildi. Bu haqda TASS axborot agentligi xabar berdi. Putinning aytishicha, Rossiya energetika vazirligi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, mavjud benzin zaxiralari o'tgan yilning shu davridagi ko'rsatkichga deyarli teng. Energetika vazirligi taqdim etgan ma'lumotnomaga ko'ra, hozirgi vaqtda benzin zaxiralari 1,7 million tonnani tashkil etmoqda. Bu o'tgan yilning shu davridagi darajaga deyarli mos keladi. Pasayish juda kam, atigi 4%, dedi Putin. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya yonilg'i zaxiralaridan foydalanishni boshlagan bo'lsa-da, benzin hajmi o'tgan yilgi darajada saqlanib qolmoqda. Rossiya rahbari ichki bozorga avval shakllantirilgan yonilg'i zaxiralari chiqarilganini ham ta'kidladi. Bundan avval Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash tashqi bosimga munosib javob bo'lishi kerakligini aytgan edi. Uning ta'kidlashicha, Rossiyaga nisbatan misli ko'rilmagan iqtisodiy bosim mamlakat oldida turgan asosiy chaqiriqlardan biri hisoblanadi. Avvalroq Rossiya hukumati ichki yonilg'i bozorini barqarorlashtirish uchun dizel eksportiga to'liq taqiq qo'yishni rejalashtirayotgan edi. Bunga Ukrainaning neftni qayta ishlash zavodlari va ta'minot tarmoqlariga bergan zarbalari sabab bo'lmoqda. Ukraina shu bahorda Kremlni yuqori neft narxidan keladigan daromaddan mahrum qilish uchun zavodlarga hujumlarni kuchaytirdi. Dron zarbalari Rossiya benzin ishlab chiqarishning katta qismini ta'minlaydigan korxonalarda ishlab chiqarishni to'xtatib qo'ydi yoki kamaytirdi. O'tgan haftada soha manbalari Reuters agentligiga Rossiya iyun oyida taqchillik tufayli Osiyodan dengiz orqali yonilg'i import qilishini ma'lum qildi. Agentlikning bildirishicha, Rossiyada benzin ishlab chiqarish hajmi 2025-yilning iyun oyidagi o'rtacha ko'rsatkichga nisbatan 25% ga kamaygan. Rossiya raketalar bilan Ukrainaga yana ommaviy hujum uyushtirdi. Qurbonlar bor. Rossiyaning 28-iyun kuni amalga oshirgan hujumlari oqibatida Ukrainaning janubiy sharqiy va shimoliy sharqiy hududlarida kamida 5 kishi halok bo'ldi, yana bir necha kishi jarohat oldi. Bu haqda mahalliy rasmiylar ma'lum qildi. Zaporojye viloyati gubernatori Ivan Fyodorovning Telegram orqali ma'lum qilishicha, viloyat markazi Zaporojye shahriga qilingan zarbalar oqibatida 2 kishi halok bo'lgan, yana 16 kishi jarohatlangan. Gubernator e'lon qilgan suratlarda yong'inga uchragan bino va vayron bo'lgan turar joylar aks etgan. Rossiya bilan chegaradosh Xarkov viloyatida esa Zmiyov shahriga raketa zarbasi berilgan. Viloyat gubernatori Aleksey Negubovning bildirishicha, hujum natijasida 1 kishi halok bo'lgan, 8 kishi, jumladan 2 nafar bola jarohat olgan. Xarkov viloyati politsiyasi esa yana bir politsiya xodimi shimolroqdagi aholi punktlaridan birida fuqarolarni evakuatsiya qilish ishlarini tashkil etayotgan vaqtda halok bo'lganini ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, Sumy viloyatida ham chegaraga yaqin hududda hujum sodir etilgan. Viloyat rahbariyatining ma'lum qilishicha, bir nafar keksa ayol halok bo'lgan. Putin bilan uchrashishni talab qilgan sobiq harbiy 11 sutkaga qamaldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishni talab qilib murojaat yo'llagan va armiyada qiynoqlar qo'llanayotgani haqida gapirgan sobiq harbiy Aleksandr Lunin 11 sutkaga ma'muriy qamoqqa olindi. Bu haqda uning oilasiga yaqin shaxs ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, razvedka bo'linmasining sobiq komandiri bo'lgan Aleksandr Lunin Moskvaga ketayotganda qo'lga olingan. Shu bilan birga uning Voronej viloyatidagi Lezinovka qishlog'idagi uyida tintuv o'tkazilgan. Luninning rafiqasi Tatyana ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan videoda 26-iyun kuni eri rejalashtirilganidek Moskvaga avtomobilda jo'nab ketganini, o'sha tunda esa o'zini politsiya xodimlari deb tanishtirgan shaxslar ularning uyida tintuv o'tkazganini aytgan.
Uning so'zlariga ko'ra, tintuv o'tkazayotganlar tegishli hujjatlarni taqdim etmagan. Tatyana o'sha vaqtda 2 farzandi bilan uyda bo'lgan va bir necha soat davomida eri bilan bog'lana olmagan. Keyinchalik u VKontakte sahifasida eri sog'-salomat ekanini ma'lum qilib, hozircha voqea yuzasidan hech qanday ma'lumot tarqatmaslikni, intervyu bermaslikni va izohlarga javob qaytarmaslikni so'raganini yozdi. Aleksandr Luninning Vladimir Putinga yo'llagan video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda bir necha million marta tomosha qilingan. Unda sobiq harbiy rossiyalik harbiylar qo'mondonlar tomonidan ma'nisiz, o'z joniga qasd qilishga teng buyruqlarni bajarishdan yoki pul mablag'larini topshirishdan bosh tortgani uchun qiynoq va zo'ravonlikka duchor bo'layotganini da'vo qilgan. Yaqin vaqt ichida Kremlga kelib, sizning yoningizda jonli efirga chiqish qilmasam, armiya qurolini Kremlga qaratadi degan u Putinga murojaatida. Boshqa bir videoda esa Lunin Kremlga borib, Putinga unga amaldorlarning hech biri aytmaydigan haqiqatni, jumladan Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi faxriylari va oddiy fuqarolarga nisbatan mahalliy amaldorlar yo'l qo'yayotgan o'zboshimchaliklar haqida gapirib bermoqchi ekanini aytgan. 26-iyun kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Luninning murojaati haqida xabardor qilinganini, biroq u bilan hali tanishishga ulgurmaganini bildirgan. Bizga bunday murojaat borligini aytishdi, ammo hali uni ko'rib chiqishga ulgurmadik. Undagi ayrim jumlalar menga ancha g'alati tuyuldi, degan Peskov. Keyinchalik Aleksandr Lunin Moskvaga taklif etilganini ma'lum qilgan. Biroq u prezident bilan emas, balki ommaviy axborot vositalari tomonidan Kremlparast faol sifatida tilga olinadigan va jamoat hamda madaniyat arboblari ustidan ko'plab shikoyatlar bilan tanilgan Vitaliy Borodin bilan uchrashishni aytgan. Vitaliy Borodin men bilan bog'landi. Meni Moskvaga taklif qilishdi. Yig'ilib qolgan barcha muammolarni bayon qilishim uchun, degan Lunin. Shuningdek, u rossiyalik harbiylarga nisbatan sodir etilgan bo'lishi mumkin bo'lgan jinoyatlar yuzasidan dalillar to'plashni boshlaganini e'lon qilgan. Lunin fuqarolardan fotosurat va videoyozuvlar, hodisa sanasi, joyi, harbiy qism raqami, jabrlanganlar va guvohlar haqidagi ma'lumotlarni yuborishni so'ragan. Uning aytishicha, ushbu dalillar keyinchalik mamlakat rahbariyatiga taqdim etilishi rejalashtirilgan. Biz Livan janubida uzoq qolamiz, Isroil mudofaa vaziri. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz mamlakat armiyasiga Livan janubida uzoq vaqt qolishga tayyorgarlik ko'rishni buyurdi. Katz askarlarni himoya qilish va Isroil shimolidagi aholi punktlariga tahdidlarni bartaraf etish uchun tayyorgarlik ko'rishni topshirgan. Livan hududida Hizbulloh terrorchilik tashkiloti qurolsizlantirilmaguncha qo'shinlar olib chiqib ketilmaydi, dedi Katz. U Isroil va Livan o'rtasida erishilgan kelishuvga to'xtalib, Eronning uni buzishga bo'lgan har qanday urinishiga qat'iy javob qaytarilishini aytdi. Agar Eron kelishuvga to'sqinlik qilish uchun Isroilga hujum qilishga urinsa, biz unga qarshi katta kuch bilan harakat qilamiz, deya ogohlantirdi Katz. Ikki davlat 26-iyun kuni AQSh vositachiligida doiraviy kelishuvni imzoladi. AQSh davlat kotibi Marko Rubioning aytishicha, ushbu hujjat rasmiy diplomatik munosabatlarga ega bo'lmagan va 1948-yildan beri rasman urush holatida bo'lgan ikki davlat o'rtasida mustahkam tinchlik va xavfsizlik uchun asos yaratishga qaratilgan.